Parrandachilikni yetti xazinaning biriga qiyoslashadi, ammo jo'ja boqish aholiga go'sht mahsulotlarini yetkazib berish uchun avvalambor yaxshi yem mahsulotlari lozim bo'ladi. Kursimizga murojaat qilgan tadbirkor reklamaga ishonib, kasodga uchraganligini aytmoqda. Tadbirkorlik qilish maqsadida jo'ja boqamiz deb Buxorodan Instagramdan ko'rib yem olib kelgandik. 350 millionga. O'shandan har partiyada 10 mingta, 11 mingta boqdik, 4 partiya boqdik. 45 ming dona jo'ja boqdik. 45 mingtadan 20 kun, 22 kun bo'lgandan keyin u yemga o'tgandan keyin, Buxoroning yemiga o'tgandan keyin o'laverdi hammasi. Tadbirkorning jo'jaxonasida o'rnatilgan kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlarda 20 kundan o'tgan jo'jalarni o'layotganligini ko'rishingiz mumkin. Nechpulga shartnoma qilgandinglar, qanaqa yem olib 250 millionga shartnoma qilingan Finish degan yemini olganmiz, Finish uchidan. 53 tonna, 53,5 tonna olganmiz, 250 millionga. Hozir 40 mingdan ortiq jo'jalarimiz o'ldi deyapsiz-da. O'ldi. Qancha vaqt davomida o'ldi? Shu vaqt aytdinglarmi ularga? Aytdik, hammasidan xabari bor. 20 kun, 25 kun ichida o'sha oralikda pul to'langlar deb telefon qilyapti, jo'jalarimiz o'lyapti deb tashlab ham berdik videolarini. Bular har deb sabr qilib kutib yurdi. Hozirgi kunda ham yana o'ldi. Mana 4-partiyasi. Ular sifat sertifikatini berayotgan vaqtda, shartnoma qilayotgan vaqtda nima deb va'da berishgandi? Sifati maqtab berishdi, zo'r dedi, sifati zo'r bizniki dedi, boshqa dedi. Hammasini sertifikatlarni ko'rsatdi. Hammasi joy-joyida zo'r deb olib kelgan, maqtaganicha olib keladi. Biz Instagramda ko'rib borgandik. Oxiri nima bo'ldi? Oxiri shu yemni deyapti, tovuqlar o'lyapti, jo'jalar. 20 kundan o'tgandan keyin finishni berib boshlayapmiz, 3 kun, 4 kun yeyapti, o'lyapti. 800 gram, 700 gram bo'lgan jo'ja. Ekspertiza qildik, o'sha yemdan Toshkent ham, Samarqand ham yemdan deb chiqardi. Murojaatchilarning aytishicha, ular 3 marotaba jo'ja o'limini kasallikka bog'lashgan. Ammo 4-marotaba yana jo'jalar o'limi takrorlangach, laboratoriyaga murojaat qilishgan ekan. Biz tovuqni kasalligini boshqasini aniqlash uchun ekspertiza qildik, yemni ham ekspertiza qildik, Toshkentga ham jo'natdik, Samarqandda ham qildirdik. Samarqandda ham, Toshkentda ham bir xil chiqardi, yemni kislotasi ko'p ekan, o'shaning uchun o'lyapti ekan. Hozirgi kunda meni sotka bermoqchi bo'lyapti bular, Buxoro yem. Dardimizni kimga aytishni bilmayapmiz. Shuni nima qilishni bilmay, amaliy yordam berishni so'raymiz. Xo'sh, fuqaro bilan shartnoma imzolab katta miqdorda oziqa donlarini yetkazib bergan korxona bu murojaatga qanday izoh berishar ekan? Haqiqatan ham Beknazarov Dilshodbek 2025-yil 22-oktyabr kuni bizning ishlab chiqarish zavodimizga qarindoshlari bilan kelib, o'z ixtiyorlari bilan bo'lib to'lash shartnomasini tuzib, Samarqand tumani Qarasuv mahalla fuqarolar yig'ini Chamanzor ko'chasi 31-17-xonadonni garovga qo'yib, 1 so'm to'lamay 344 million 450 ming so'mlik tovuq ozuqasini olib ketganlar. Shartnomaga ko'ra hamda qonunga asosan sotib oluvchi bir haftalik muddat ichida tovuq ozuqasi sifatida yuzasidan e'tiroz bildirishlari mumkin edi. Biroq e'tirozlar bildirilmagan. 2026-yil fevral oyiga kelib yana 4 oy o'tgach Beknazarov tovuqlari ozuqaning kislotnosti baland bo'lganligi sababli nobud bo'lganligini, go'yoki ekspertizalar natijalari borligini bildirganlar. Vaholanki ekspertizalar bo'lgan ekani nega jamiyatimiz mas'ul xodimlari taklif qilinmagan? 4 partiya tovuqlari nobud bo'lgan ekanu, shunda ham jamiyatimiz xodimlari taklif qilinmagan. Hozirgi kunda kim yoki qaysi idora fuqaro Beknazarovga tegishli bo'lgan broiler tovuqlari aynan bizning jamiyatimizda ishlab chiqarilgan ozuqani yeb nobud bo'lganligini yoki jamiyatga tegishli qoplarga boshqa yem solinmaganligini kafolatlaydi. Nega aynan Beknazarov bilan bir vaqtda sotib olingan tovuq ozuqasi bilan boqilgan tovuqlar nobud bo'lmaganu, aynan Beknazarov tovuqlari nobud bo'lgan. To'lov muddati yaqinlashgach 4 oy ularga to'g'ri kelgan ozuqa endilikda zaharli bo'lib chiqqanligini juda qiziqarli holat. Bu savollarga javoban faqat sud idoralari tekshiruv o'tkazib qonuniy xulosaga kelishi mumkin.
davlat idoralariga mahsulotimizni sertifikatsiyalash uchun murojaat qilganmiz. Данный продукт sertifikatsiya не подлежит deyilgandan so'ng mahsulotimizni 2-3 marotabalab laboratoriya tekshiruvdan o'tkazib realizatsiya qilmoqdamiz. Murojaatchilarning aytishicha, o'tgan davr mobaynida u 400 million so'mdan ortiq jabr ko'rgan. Hozir meni sudga beraman deyapti bular. Endi pulini ber deyapti. Men foyda qilmayapmiz, zarar bilan chiqyapmiz hammasidan. Bankrot bo'ldik. Hozir bankrot bo'ldik. Ham uydan ayrilyapmiz, ham yemi turibdi o'zi. 80% turibdi qashdi. Yem yeganim yo'q, boshqa ham yo'q. 3 kun, 4 kun ichida o'zi finishga o'tgandan keyin o'lyapti. Fikrlar turlicha, ammo oxirgi so'zni odil sudlov chiqaradi degan umiddamiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda tadbirkor hamda korxonaning sud jarayonlari haqida kengroq ma'lumot beramiz. Uz Murojaat TV, Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.